Assalomu alaykum hurmatli chevarjonlarim. Bugun sizlar bilan dasturxon darsligini birgalikda o'rganamiz. Buning uchun eng avvalo to'g'ri o'lcham olishdan boshlaymiz ishni. Xo'p, bizda stollarimiz turlicha bo'ladi. Eng oson o'lchov oladigan stolimiz shunaqa 4 burchak ko'rinishda bo'ladi. Eng avval mijoznikida stolimiz bo'yi va enini o'lchamini olib kelamiz va unga plus 3 cm chok haqqi qo'shgan holatda matoyimizni kesib olamiz. Agar xonimiz ovalsimon bo'ladigan bo'lsa, bunda ham shu xonimizning eng uzun joyi o'rta qismidan keyingi tomon o'rta qismigacha bo'yini olamiz va yana o'rtasidan bu tomon o'rtasigacha enini olamiz va mana shu razmerlarga plus 3 cm chok haqqi qo'shamiz. Lekin matoni 4 burchak holatda kesib olganimizdan keyin mijoznikida olib kelgan andozamizni mato chetiga qo'yib keraksiz qismlarini kesib olamiz. Endi yana bir murakkab xon turlari bor. Chetlari figurali bo'ladi. Misol uchun qanaqadir shunaqa holatda. Bu xonlarni to'laligicha mijoznikida andozasini olib kelib, chetidan chok haqqi qo'ygan holatda kesib olamiz matoyimizni. Ana endi o'lchov olishning amaliy qismini mijoznikida birgalikda davom ettiramiz. Ketdik. Demak, bizda 3.5 cm chiqdi. Yozib qo'yamiz. Endi stolni enini o'lchaymiz, kengligini. 1.16 cm. Ana endi andoza olamiz. Sababi stolimizni chetlari shunaqa ovalniy figurasi bor. Hop, stol sirtidan yonga tutashgan joyini, chegarasini topib, ana o'sha joydan bir tekisda chizib olamiz. Andozamizni chizib oldik. Endi buni kesib, bemalol mato ustida ishlatsak bo'ladi. Biz mijozimizni andozalarini olib kelib oldik. Razmerlari xonimiz shunaqa ovalniy. Xonimizni umumiy bo'yi eng uzun joyi 3.5. Eniga eng uzun joyi 1.16 cm. Matosini bichishda har doim 3 cm chok haqqi qo'shib olamiz. 1.5 cm dan ikki tomonga. Xonimiz ovalniy bo'lgani uchun chetini o'zimizga kerakli joyini andozada olib kelganman. Bozorliklarimizni qilib keldik. Endi jarayonni bichuvdan boshlaymiz. Matoyimizni eni va bo'yidan ortiqcha ko'z joylarini chiziqqa qo'yib kesib olib tashladik. Endi razmerini chizib kesib olamiz. Razmerimiz bizda 3.5 ga 1.16 cm, 3 cm dan chok haqqi qo'shgan holatda 3.13 cm ga 1.19 cm ni belgilab kesib olamiz. Albatta, chizish jarayonida har doim o'chadigan ruchkadan foydalanamiz.
Matoni eniga teng 2 ga bo'lamiz. Mana bo'lib ushlaymiz. Va andozamizni qo'yib, figurasini chizib olamiz. Matoyimiz 2 taxlangan holatida, mana 2 qavat. Xonamizni ikkala tomoniga to'g'ri keladi. Figuramiz andazasini qo'yib, chetlardan 1,5 santimetrdan qoldiramiz. Chok haqqi uchun esingizda bo'lsa matoga qo'shib olganmiz. Andozada qo'shilmagan, xona chetidan chizilgan. Endi bir xilda 1,5 santimetrdan qoldirib, andozani chizib olamiz. Dasturxonimizni bichuv ishi yakunlandi. Figurasini chizib, kesib oldik ortiqcha qismini. Endi navbat tikuvga. Dasturxonli matoyimiz tayyor bo'ldi. Endi to'r qismini tayyorlab olamiz. Eng birinchi ishni dazmol qilishdan boshlaymiz. To'rimiz juda ham yengil teksturali bo'lgani uchun dazmolni yengil yurgizib olamiz ustidan. To'rimiz dazmoldan chiqdi. Endi mana shu gulni, chekilgan gulni eng yuqori qismidan 2 santimetr qoldirib, chok uchun ortiqcha qismini kesib olib tashlaymiz. To'rimizni ortiqcha qismini kesib olib tashladik. Endi har bitta gulni chiqarib bantovka terib chiqishimiz kerak bo'ladi. Odatda bitta gulni tepaga, bitta gulni orqaga qilib ham chevarlar terishadi, lekin u usul menga ma'qul kelmaydi. Sababi to'rimiz shunaqa chiroyli to'r bo'ladiki, uni har bitta gulini chiqarishimiz shart. Chunki buni mana shu gul uchun sotib olingan bo'ladi. Xo'p, bitta gul tepaga, bitta gul orqaga bo'lsa, demak, mana bu gul chiqarib, buni o'rtada qoldirib, mana bunaqa tersak bo'ladi. Lekin unda mana to'rimizdagi gul juda ham katta bo'lib qoladi. Undan yakka-yakka chiqarilganda mana bu usulda mana juda ham mayda hamda chiroyli turadi. Endi har bitta gulni chiqarish uchun esa mana gulni to'g'risidan belgi qo'yib olamiz. O'chadigan ruchka bilan va o'lchaymiz. 16,5. 16,5 teng o'rtasi 8,2 mm. O'rtasini belgilab chiqamiz. Mana har bitta gulni o'rtasini mana 8,2 ni belgilab chiqamiz. Va mana shu o'rtalikni teng 3 bo'lakka bo'lamiz. Ya'ni bu gul bantovkani tepasida shu joyini mana o'rtadagi chiziqqa birlashtiramiz. Gulni tepasidagi chizig'imiz o'rtada qoladi va bu joyini keyingi chizig'imiz bilan birlashtirib yig'amiz. Mana har bitta gulimiz chiqadi. Shu holatda terib ketamiz. Men aytgan usulda tiksangni xuddi shunaqa 5 santimetrli bantovkachalarda har bitta gul chiqib beradi. To'rimiz tayyor. Matoyimiz biz dazmoldan chiqarib oldik. Endi mato bilan to'rni birlashtirib tikib olamiz.
O'zingizga qulay usulda tiksangiz bo'ladi. Xohlang matoni tepaga qo'yib oling, xohlang pastiga qo'yib oling. Menga mato pastida, to'r tepada turgani qulay. Sababi avval tikkan chokimni nazorat qilishim uchun. Hozir ikkinchi tikadigan chokim to'rni birinchi terib olgan bantovka chokimdan pastga tushib ketmasligi kerak. Agar tushib ketib qolsa, bu tomondan chok chiqib qoladi. Dasturxonimiz to'rini mahkamlab tikib oldik. Odatda 2 marta yurib qo'yaman. Bir marta bantovkalarni mahkamlaganimizdan keyin matoga, ikkinchisida qotirma chok beraman. Ya'ni bu bantovkalar so'kilib ketsa, qayerdandir buni mijoz o'zi bizga o'xshatib tikib ola olmaydi. Shu sababdan yana bir marta chok yurib qo'ydim. Endi overlock qilib olamiz. Overlockda ham to'rimiz tepasida tursa, mana bu buklanmalari kirib ketib yoki chiqib ketib qolmaydi. Nazoratimizda ushlab tursak bo'ladi. Dasturxonimiz overlockdan chiqqandan keyin uni faqatgina chokini dazmol qilib olamiz. Sababi matoni tikishdan avval dazmoldan chiqarib olganmiz. Chokni to'r tomonga emas, mato tomonga qaratib yotqizib dazmol qilib olamiz. Dasturxonimizga hech qachon bosiriq chok berilmaydi, sababi o'ng tomondan ko'rinib xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun faqatgina dazmolda chokni dasturxon matosi tarafga qaratib, yotqizib, par berib qilib olamiz. Hushyor bo'lamiz, dazmolimiz to'r tomonga o'tmasligi kerak. Agar to'rni yotqizib qo'ysa, bantovkalarimiz buzilishi mumkin. Xonamiz razmeri 3.5 ga 1.16 edi. Dasturxon uchun 3 sm dan chok haqi qo'shgandik. Endi klyonka, durli klyonkasini bichishda 10 sm dan qo'shamiz. Stolni har tarafidan 5 sm dan osilib bersa yetadi. Chunki klyonkamizni funksiyasi, bitta funksiyasi dasturxonimizni surilib ketmasligini ta'minlab, uni bosib turish xolos. Shuning uchun durni hisobi bilan birgalikda o'zi juda ham yaxshi razmer bo'ladi. 5 sm dan oshirmaymiz. Demak, 3.5 ga 10 sm qo'shamiz. Xonni har ikki tomoniga 5 sm dan qo'shamiz. 3.20,5. Xo'p, 1.16 ga 10 qo'shamiz. 1.26. Mana shu razmerda kesib olamiz klyonkamizni. Endi hisoblangan razmerimizni klyonkada chizib olamiz. Tugagan joyiga chizaverasiz. Agar kafelda chizsangni, ruchka chizig'ini kafel chizig'iga moslab olib, qaychin uchun solib qo'ysangni, o'zi ketaveradi shunaqa. Xonamiz avvalni bo'lgani uchun klyonkamizni ham avvalni qilib kesib olamiz. Buning uchun mana 2 bukladik. Razmer katta bo'lgani uchun 2 marta kesmaymizda, 1 martada ikkala tomonni kesib olamiz. 2 buklab andozamizni qo'yib olamiz. Ikkala tarafga 5 sm dan qo'shganimiz hisobiga bu tomondan ham 5 sm qoldiramiz. Va chizib olamiz chetini. Durli klyonkamiz tayyor bo'ldi. Endi mijoznikiga borib solib beramiz. Mana go'zal dasturxonimiz bitdi. Endi buni mijozga taqdim qilamiz. Yaxshi.
Qosini tortasan. Ha, tortaman. Dasturxonni solish jarayonida chetidagi choklarini stol yuzasiga qaratib qo'yamiz. To'rdan ko'rinib qolmasligi kerak. Endi navbat klyonkamizni ham chiroyli qilib sovolamiz. Dasturxonimiz tayyor bo'ldi. Mana juda ham chiroyli holatda egalariga topshirib taqdim qildik. Agar siz ham xuddi shunday korolevskiy dasturxonlarni va barcha turdagi trenddagi parda fasonlarini mustaqil ravishda tikishni xohlasangiz, sizga ajoyib bir taklifim bor. O'zimni parda dizaynerligi bo'yicha shaxsiy kursimni tashkil qilganman. Unda siz parda sohasini noldan boshlab o'rganishingiz va 20 dan ortiq turdagi trenddagi fasonlarimizni bemalol o'zingiz mustaqil ravishda tikishni o'rganishingiz mumkin. Agar sizga bu taklifim qiziq bo'lsa, pastda izohda havola qoldirganman. Havola orqali o'zingizning ma'lumotlaringizni kiriting, o'zimiz aloqaga chiqamiz.